Bir insonni bilaman. Ashaddiy dushmani bor. Doim bu insonga zarar berib yuradi. Bechora har safar yiqilganida umidsizlanib, hayotga bo'lgan ishtiyoqi o'lib, yana harakat qilmoqchi bo'ladi. Bu dushmanning zararidan yana yiqiladi, turadi, yiqiladi, turadi. Eng qizig'i, shu dushmanga doim xayrixoh, yordam berib yuradi. O'ziga beriladigan zararlarda. Tashqaridan juda bir ahmoqona tuyuladi bu holat. Lekin eng qizig'i, ko'pchiligimiz shu hayotda yashayapmiz. Tabriklayman, siz hozir o'z hikoyangizni mendan eshitdingiz. Bu inson bizmiz. Bu dushman nafs. Nafs to kamoliy tarbiya ko'rmaguncha insonga faqat va faqat zarar berish paydo bo'lar ekan. Uni xohishlarini amalga oshirayotgan inson vaqtinchalik xursand bo'lib lazzatlanishi mumkin, lekin uzoq muddatda doimiy ravishda hasratda qoladi. Boyaz Bistomiy hazratlari aytgan ekanlar: nafsni rozi qilishni yo'li bormi desa, ha bor. Uni aytganlarini qilmaslik, uni xohishlariga xilof tutishlik, teskarisini qilishlik degan ekanlar. Bugun bir ish qilaylik. Bir kunda bir marta bo'lsa ham nafsingizga teskari ish qiling. U xohlagan narsani bermang. Sahl ibn Abdulloh Tustariy degan zot o'tganlar qadimda. Ibn Sino bobomiz ko'p u kishining suhbatlarida bo'lib duolarni olganlar. Katta bir avliyo zotlardan o'tganlar. Shu kishi ota-onalaridan katta meros qolgan ekanlar. Hammasini odamlarga ehson qilib bo'lib berib, o'zlari piyoda hajga yo'lga chiqib ketibdi. Ko'faga yetganda nafslari baliq yeyishni istab qolibdi. Lekin olishga puli yo'q. Shunda kibr nafsimni xursand qilay deb to'g'rida bir tegirmon turgan ekan. U tegirmon avvallari kimdir bilsa tosh tegirmonlar bo'lardi. Eshak, ot aylantiradigan. Tegirmonchiga borib, mana shu otingizga bir kunda qancha pul sarflaysiz? 2 tanga. Men bugun kuni bilan mana shu aylantirib beraman, otni pulini yarmini berasizmi dedi. Xo'p. Shu kechgacha tegirmonda aylantirib 1 tanga ishlabdi va borib baliq olib yegan ekan. Va nafsiga debdiki: "Ey nafsim, xohlagan payting baliq yeysanmi, boshqa narsa istaysanmi, bemalol. Lekin men seni oldin yaxshi mana shunaqa ishlataman, keyin haqingni beraman" degan ekanlar. Biz agar mana shu ulug' zotlardek nafsimizni xohlagandek qilib ketavermasak, ozgina bu haq to'lovi borligini bilsa, xayoliga kelgan o'ylar bilan bizni qiynamas ekan. Atrofimizdagi odamlar ham. Ya'ni ne'matni qadri unga erishilgandagi mashaqqat bilan ham o'lchanar ekanda. Xulosa, nafsimizni to'g'ri va halol narsalarni xohlash ayb emas ekan. Lekin biz uni osonlikcha berib qo'yishimiz ayb ekan. Albatta haqini to'lasin. Shunda xayoliga kelgan narsani bizdan talab qilavermaydi. Inson o'rganishi mumkin bo'lgan eng ulug' ilmlardan biri bu o'zini nafsini tarbiyasi ilmi hisoblanar ekan. Xudoyim bu tarbiyani barchamizga mukammal ado qilishni nasib etsin. Assalomu alaykum. Bir voqeadan keyin hatto fikrlarimga-da ehtiyot bo'lib qoldim. Yaqinda bir joyda mehmondorchilikda bo'lgandik. Eshik rosa g'iychillab turgani e'tiborimni tortdi. Har kirib chiqqanda ovoz chiqqaniga ozgina malollangan bo'ldikmi? Ertasi kuni uyga qaytib kelsam, 3 yildan beri bir ovoz chiqarmagan bizning muzlatgichimiz eshigi har ochilganda yopilganda g'iychillab asabga tegyapti ekan. Xulosa qildimki, hayollarimizga o'ta e'tiborli bo'lishimiz kerak ekan. Biz nimagaki e'tibor qaratar ekanmiz, voqelikka, hayotimizga ko'chishga moyil bo'lar ekan. Bir do'stim ajoyib o'zi bilan bo'lgan voqeani aytib bergandi. Ya'ni katta bir davrada o'tiribmiz. Katta tadbirkorlar, yosh ulug' ahli ilmlar ham bor. Shunda osh keldi. Hali yosh ulug'lar boshlamasdan bir yoshgina tadbirkor ukamiz shunda qoshiqni solib og'ziga solganiga e'tibor qildimda, mana shuning uchun o'qish kerak. Odam bo'lmasa mana shunaqa befarosat bo'lib yuraveradi deb o'yladim. Nazarimda ozgina haqir ko'rdim, ilmsizlikda aybladim. Oradan bir necha kun o'tgandan keyin uyimizda, oilamizda bir katta yig'in bo'lgandi. Qarindoshlar, qaynona, qaynotam, ota-onam hamma o'tiribdi. Shunda osh olib kelishdi. Oshni qo'yishlari bilan biroz muddat o'tib beixtiyor, xudo meni ko'zimga parda tortdimi, qoshiqni shunday olib og'zimga solganimni bilaman. O'zimga kelib atrofga qarasam,
hamma menga qarab turibdi ekan. Ya'ni ba'zan hayotimizda beixtiyor biz yo'l qo'yadigan xatolarimiz bo'ladi. Buni sababi qachonlardir qalbimizdan o'tkazgan fikrlarimiz yo og'zimiz bilan aytgan gaplarimiz. Biz kimnidir haqir sanasak, kimgadir bir tuhmatdir, g'iybatdir yoki nojoiz bo'lgan so'zlarni aytadigan bo'lsak, tilimizda yo qalbimizda, o'sha hayotni yashamasdan turib bu hayotdan o'tmaymiz ekan. Albatta Alloh taolo go'zal hisob-kitob qilguvchidir. Bizni yuzimizga chiroyli tarzda ko'rsatib qo'yar ekan. Sulaymon alayhissalomning oldiga turli xil qushlar keldi. O'zini namoyon qilardi. Shulardan birlari aytdiki: "Ey Xudoning payg'ambari, men Xudoning bir fazli karami bilan yerning tagida nima bo'lsa uni ko'radigan qushman. Meni o'zing bilan olib yursang, qayerda qancha ma'dan bor, qayerda suv bor, aytib turaman, senga va lashkaringga juda ham ko'p foydam tegadi." Shunda bir qush g'ayirligi kelib, hasadi kelib aytdiki: "Ey Sulaymon, bu ovchi qo'ygan tuzoqni ko'rmaydi, yerda tagini ko'rishni da'vo qiladi, ishonma unga." Aytadiki: "Ey falonchi qush, hasad qilmagin. Meni taqdirimga bitilgan, hayotimda bir marta bo'ladigan va o'sha ovchini tuzog'iga tushishimda Xudoyim taolo meni ko'zimga parda tortadi. Lekin bu yerni tagini ko'rishimni hech ham inkor qilmaydi" degan ekan. Umumiy xulosa, hayotda ba'zan ko'zimizga parda tortilib qolar ekan. Qandaydir xatoliklarni, qandaydir bir gunoh ishlarni qilib qo'yganimiz o'zimiz bilmay qolar ekanmiz. Agar hikmatini qidirsak yaxshilab, yo taqdiri azaliydan bo'lib chiqadi. Va bu juda kamdan kam holatlarda. Lekin ko'pincha bizni aybu nuqsonlarimizdan, xato gapirlarimizdan va yomon gumonlarimizdan bo'lib chiqar ekan. Alloh taolo bizni ko'zimizdan pardalarni olsin, bilmasdan xato gunoh ishlarni qilib osiy bo'lib qolishdan saqlasin. Har doim ham ko'zimiz, ham qalb ko'zimiz ochiq bo'lsin deymiz. Assalomu alaykum. Rahmat. Yaqinda bir izohga ko'zim tushib qoldi. Ko'p xafa bo'ldim. Hozirgi aytadigan gaplarim ba'zi hamjinslarimiz erkaklarga bag'ishlanadi. Izoh quyidagicha: Erim juda ham yaxshi insonlar, lekin ozgina ziqnaliklari bor. Uyga borishga o'zi ko'p ham ruxsat beravermaydilar, lekin rosa yalinib zo'rg'a 4 ta nonga yetadigan pul ola olaman xolos. Meni ham onajonimni uydagilarni chiroyli bo'lib ko'rib, ularni quvontirib, duolarni olib kelgim keladi. Nima qilsam bo'ladi degan mazmunda. Hazrati Umar roziyallohu anhu davrida bir boy savdogar yashardi. Bir kuni onasi uni ko'rgani keldi va ozgina infoq ehson so'radi. Alohida yashashganda demak. Xayoliga, agar men har kuni so'ragan narsalarimni beraversam, borib bu boyligim tugaydi, qo'lim kalta kambag'al bo'lib qolaman-ku deb o'yladi-da, onasini iltimosiga erdi qoldi dedi. Rad javobini berdi. Eshikni yuziga yopdi. Ona zor yig'lab xafa bo'lib ketdi. Oradan ancha vaqt o'tib, bu savdogar boshqa bir shaharga savdo maqsadida yo'lga tushdi. Yo'lda karvonni qaroqchilar tunab, buning bor boyligini olib, yana kamiga 2 ta qo'lini kalta qilib kesib, bo'yniga ilib ketishdi. Hamma yog'i qon, yarim chala jon bo'lib yotgan bu insonni boshqa bir karvon egalari ko'rib qolganda yig'lab aytdiki: "Mana meni holimni ko'rib qo'yinglar. Onamdan, ahli oilamdan qizg'anganim, ziqnalik qilganim uchun ham molimdan, ham jonimdan ayrildim. Ya'ni agar vaqtida infoq ehsonim bo'lganda, Alloh taolo meni o'zimni ham, molimni ham omonda saqlagan bo'lardi." Abdulloh ibn Zubayr hazratlari aytgan ekanlar: Sahiylikda xolam Oysha onamizdek va onam Asmochalik sahiy ayollarni ko'rmaganman. Oysha onamiz mol mulk bo'lsin, biror bir hadya ehson bo'lsin, hammasini yig'ib to'plab katta qilib bir ehson qilardilar. Onajonim esa ertaga biror bir narsani qoldirmasdan kunma-kun ehson qilardilar. Zamonamizda ham o'ta saxovatpesha ayollar ko'p. Yaqinda bir ajoyib holatni eshitib qoldik.
bir oilani boshiga ish tushib maktabimizdan o'g'illarni olib ketishga to'g'ri kelgan. Ya'ni biz qo'limizdan kelguncha yaxshi chegirma qilib berganmiz, lekin o'sha pul ham ba'zan og'irlik qilib qat'iy qaror qilishga to'g'ri kelib qolar ekan. Ya'ni onaizor farzandini olib ketayotganda yo'l bo'yi bola yig'lab ketgan. Taksichi so'ragan, nima yig'layapsan bolam? Shunday bir yaxshi maktab tashlab ketayotganimda, o'qiy olmayotganimdan yig'layapman. Onani ichida nima o'tayotganini o'zi biladi. Va boshqa taksiga o'tirib yana endi manzillariga qarab ketayotganda bir ayol ham minib qolgan. Boladan xuddi shu savol bergan, nima yig'layapsan bolajon? Men endi shunday bir yaxshi ko'rgan maktabimda o'qiy olmay, shunday bir yaxshi do'stlarimdan ayrilayotganimga yig'layapman. Masalan, tagini surishtirib gap pulga taqalishini bilgan ayol o'sha ayolni qo'liga 1 yillik o'qish pulini berib, bir duo qilib qo'yasiz. Yil tugagandan keyin mana meni raqamim, kelsangiz keyingi yilda ham bir o'zim to'lab qo'yaman deb himmat qilibdi. Hurmatli erkaklar, zamonamiz ayollari shunday bir himmatli bo'lganda biz qanday erkak bo'ldikki, ahli oilamizdan pulni qizg'onsak. Do'stim bir kuni ajoyib gap aytgandi. Avval duo qilardim, Allohim meni boy qilgin deb. Hozir duo qilyapman, Allohim meni sahiylardan qilgin. Chunki saxovat kambag'alchilikda ham, boylikda ham, borlikda ham, yo'qlikda ham qo'l ochiqlikda bildirar ekan. Allohim hammamizni sahiylardan qilsin. Rahmat. Bir ajoyib hayotimizni o'zgartirishi mumkin bo'lgan odat bor. Bu odatni qilishimiz uchun rosa bir muvaffaqiyatli odam bo'lishimiz shart emas, millioner bo'lishimiz shart emas, boy bo'lishimiz shart emas, nechtadir diplomimiz bo'lishi shart emas. Shunchaki odam bo'lsak bo'ldi. Nima bu? Bu erta turish. Quyoshdan erta turish. Ertalab tongni yengan, tongni qo'lga kiritgan inson butun kunni yengadi va qo'lga kiritadi. Tongdagi bizni xatti-harakatimiz va birinchi soatimiz butun kunni qanchalik barakali bo'lishi yoki bo'lmasligini belgilab berar ekan. Buni xohlang hadis shariflardan va ulug'lar kitoblardan ham aylanib olib kelsangiz bo'ladi. Zamonaviy misol uchun kimdir eslasa Hal Elrodni Tong sehri degan kitobini ozgina sharh qilib bergandim. O'sha kitobdan ham masalan o'qisangiz umringiz oxirigacha tongni kutib yashaysiz. Juda ham bir muhim kuningizni, hayotingizni parchasi ekanligini anglab yetasiz. Shuning uchun men o'zim o'rtada 1-2 oy ancha telefon ishlatmagan payt shu bir maza qilgandim. Hozir majburlikdan yana ko'p yaxshi foydali kontentlar qilib xalqqa xizmat qilish uchun nisbatan ishlatyapman. Lekin bugun o'zimga bir ajoyib challenge e'lon qilmoqchiman. Ya'ni ertalab uyg'ongandan 1 soat va kechqurun yotishdan oldin 1 soat umuman telefonni qo'limga olmaslik, imkon qolsa boshqa xonaga qo'yib yotishlik masalasida juda ham foydali bo'ladi deb o'ylayman. Chunki yaqinda bir ajoyib video ko'rib qoldim. Ya'ni har kuni yotishdan oldin 10 daqiqa kitob o'qishlik bilan inson juda kam narsaga erishaman deb o'ylaydi deb bir katta olim aytyapti. Lekin mana shuni o'zi sen hayotingni o'zgartirishi mumkin bo'lgan ish bo'ladi. Men necha yillardan beri yotishimdan 10 daqiqa oldin kitob o'qib, mutolaa qilib keyin yotaman. Shu 10 daqiqaning ichida bilasizmi qaysi kitob tugatdim deydi. Ruhul bayon degan juda katta tavsiya kitob bu. 16 jild adashmasam, endi necha ming bet bo'ladi u. O'shani to'liq o'qib chiqdim deb turib bir olimni suhbatini ko'rib qolgandim, chet ellik. Ha, demak, mayda-mayda qo'yilgan qadam bizni bir kun albatta manzilga yetkazar ekan. Shuning uchun mana shu odatni shakllantirishni men ko'pchilikka tavsiya qilib qolaman. Ya'ni uyqumizda ikkita chekkasini turganda va yotganda ilm bilan, tafakkur bilan, o'tgan kun tahlili va yangi kun rejasi bilan boshlaylik demoqchiman. Ma'qulmi? Salomat bo'lasiz. Kimgadir foydali bo'lib, mobado hayoti inshaalloh yaxshi tomonga o'zgaradigan bo'lsa, biz faqirlar duo qilsinlar. Rahmat.